Dillar men haqimda o'ylash shart emas. Masalan, yaxshi ko'rgan insonimni Alloh uchun seni yaxshi ko'raman deydi. Yomon ko'rgan insonimni yomon ko'raman, sen yoqmaysan. Qiziq emas, o'zi biladi kimligini nimaligini. Sevgi haqida qo'ysang, xiyonat haqida, aka-uka haqida qo'ysang, men uchun qo'yapti deb o'ylaydi. Unaqa emas odam. Men xohlagan insonimga aqlim ham, hushim ham yetadi. Seni yomon ko'raman deb betiga aytaveraman. Seni yaxshi ko'raman deb betiga aytaveraman. Bo'ldi, men uni isbotlashim shart emas, video orqali yoki nimadir qilib isbotlamayman. Biz shunaqa bo'lib qoldik-da hozir. Shunaqa odamlar bor, videolar qo'yasan, storylaringga, publikatsiyalaringga men uchun qo'ygan deb o'ylaysiz-da. Mana xiyonat haqida qo'yasan, yomon odamlar haqida qo'yasan, haqqini yeb ketgan haqida qo'yasan. Sen yaxshi do'st, yaxshi aka-uka, shunalar haqida qo'ysang, men uchun qo'ygan deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Xohlagan odam xohlagan joyini tanlab oladi. Biz buni o'zimiz uchun qo'yamiz. O'zimizni ko'nglimizdagi narsalarni qo'yamiz. Biz birovlar bilan ishimiz yo'q. O'zimizni bilamiz, o'zga